Uchinchi kasallik bor. Uchinchi kasallik bu vitamin yetishmovchilik holati. Vitamin B12 degan vitaminimiz bor. Shu oshqozonda endi muammolar paydo bo'lsa, oshqozonda yara, atrofik gastritlar, gepatitli gastritlar bo'layotgan bo'lsa, yoki Zollinger-Ellison sindromi deydi, shunga o'xshagan holatlar bo'layotgan bo'lsa, bularda hammasi vitaminlarni B12 ni aktivlashishini to'xtatib qo'yadi. Vitamin B12 oshqozonda kasl omili deydi, shu omil hisobiga aktivlashadidagini, undan keyin ichaklarda so'rilib, organizmimizga o'zini foydali ta'sirlarni o'tkazadi. Aynan bu oshqozondagi shu kislotalikni keskin nima qilishi, pasayishi yoki boyagi atrofik gastritlar holatlari kuzatilsa, vitamin 12 boyagi kasl omili yo'qolgani uchun aktivlashmaydi. Ya'ni boyagi qobiq bilan o'ralgan holatda kirib, qobiq bilan o'ralgan holatda chiqib ketadi. Oshqozon buni qobig'ini ochib beradidagini, vitamin 12 ni aktivlashtirib ochib beradi. Ichaklarimiz keyin uni so'radidagini boyagi kerakli joyga yetkazib beradi. Aynan vitamin B12 ni yetishmovchilik holati kuzatilganda ham bunda nervlarimiz zararlanadi. Orqa miyani o'zini zararlanishi kuzatiladi. Orqa miyani strukturalari zararlanishi kuzatiladi. Bu yerda funikulyarniy miyeloz degan kasallik yuzaga keladi. Funikulyarniy miyelozda ham bularda ham boya kuchli paresteziyalar, endi boya vitamin 12 yetishmovchilik holatlari bo'lganda jgutchi deydi, boyagi kuyishgan og'riqlar beradi. Ikkala oyog'im dedi kuyib turadi, xuddi bir olov bilan kuydirganda yoki bir qaynoq suv to'kilib kuyganday dedi, kuyishib turadi. Bir tekisda dedi, kecha kunduz to'xtamaydi dedi. Kunduzi sal yengillashishi mumkin, lekin dedi kechasiga absolutni uxlayolmasdan chiqaman shu kuyishgan og'riqdan dedi. Ikkinchi narsasi bu mushaklarda atrofiya holati kuzatiladi. Mushaklarda quvvatsizlik, ikkala oyoqda barobar simmetrishni atrofiyalar bo'lishligi, quvvatsizlik, kuchi yo'qligi, o'ziga bo'ysunmasligi, shu holatlarda hammasi kuzatiladi. Plus bularda ham shu boyagi ataksiyalar kuzatiladi. Ya'ni boyagi oyoqlari o'zini tanasiga bo'ysunmaslik holati kuzatiladi. Bularda endi men bu nimalarda vitamin 12 yetishmovchilik nimasida funikulyarniy miyelozlarda tazviy narshina bo'lmaydi. Ya'ni siyishni, katta hojatni o'zi to'liq kontrol qiladi. Nimalarda bo'lsa, masalan, polineuropatiyalarda ko'pincha shunday holatni kuzatamizki, tazviy narshina, ya'ni siyishni boyagilarni o'zi to'liq nazorat qila olmaslik holatlarini kuzatamiz. Bu vitamin B12 yetishmovchiligida aynan bu narsani bo'lmaydi. Endi vitamin B12 yetishmagandan keyin orqa miyani nimalari zadniy kanatik deydi, ular zararlanadi. Shuning uchun endi men bu chuqur sezgilar yo'qoladi. Chuqur sezgilar yo'qolishi, men bo'g'imlarimiz ham sezadi, boya qancha bosim berayotganini, qancha bosim tushayotganini, shu sezgilar yo'qoladi. Mushaklarda sezgisi yo'qoladi. Ya'ni boyagi mushaklarimiz bilan o'tirib turganimizda yelkamizga bir 30 kilo narsa bo'lsa qanaqa kuch bilan turib olamizda, o'zimiz svobodno tursak qanday turamiz, to'g'rimi? Shu mushaklardagi chuqur sezgi, bo'g'imlardagi chuqur sezgi hisobiga bo'ladi. Aynan shularning buzilishi kuzatiladi. Bular masalan joyidan turib olayotganda gavda orqaga ketib qolishi mumkin, yonga yoki shunday bir tomonga qarab ketib qolishi mumkin. Chuqur sezgini yo'qligi uchun masalan o'rningizdan turing deydigan bo'lsangiz, o'rnidan turayotganda yo bu tomonga yoki bu tomonga yoki orqaga shunday tana o'ziga bo'ysunmasligi holati kuzatiladi. Polineuropatiyalarda bo'layotgan bo'lsa, ularda u darajada kuchli bo'lmaydi. Turib olgandan keyin yurib ketayotganda boyagi chayqalish holati kuzatiladi. Ya'ni chuqur sezgilarda ularda buzilishlar bo'lmaydi. Bu funikulyarniy miyelozda ham boshlanishda shu oyoqlarda shu falajlik, kuchsizlanish, mushaklar atrofiyasi shular bilan birga ketishi mumkin. Endi bulardagi boyagi basdan farqi, hozir men bu birdan tushuntirganda aytib o'tay. Basdan farqi bularda ham boyagi kuyishgan og'riq, muzlash, sovuq qotish, ya'ni sezgi sferasida juda kuchli o'zgarishlar beradi. Basda bo'lsa bu sezgida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Polineuropatiyada masalan kechasiga qaqshagan boyagi og'riqlar bo'ladi. Bu vitamin 12 yetishmovchiligida kecha-yu kunduz doimiy, oyoq qizisa ham doimiy, sovisa ham doimiy, boya kuyishgan og'riq bo'lsa ham doimiy og'riqdan shikoyat qiladi.
unga qo'shimcha boyagi qo'l oyoqlarda kuchsizlanish, o'ziga bo'ysunmaslik, falajlik holatlari kuzatiladi. Endi bulardan tashqari mana bu Siringe-Miyelye degan kasalliklar bor, boshqa kasalliklar ham bor. Guillain-Barré sindromi. Endi uni nima qilib ketaversam juda cho'zilib ketadi. Shuning uchun ularni hozir qo'shmadim. Xo'sh, endi vitamin 12 yetishmovchiligida nima holat beradi? Vitamin 12 yetishmovchiligi kuzatilayotgan bo'lsa, mana bu periferik nervlar bor. Ustida miyelin оболочкасы bor, miyelin qobig'i bor nervlarda. Miyelin qobig'i zararlanishi kuzatiladi. Ya'ni boyagi vitaminlar, mikroelementlar hammasi bitta mana bu sentralniy nerv o'tgan bo'lsa, shuni ustidan оболочка bilan o'ralgan holatda bo'lishi kerak. Shu izolyatsiyasi ketadi. Izolyatsiyasi ketgani hisobidan nerv usti ochilib qoladi-da, shuning hisobidan boyagi o'zgarishlar paydo bo'ladi. Bu yerda mana bu ko'rsatib o'tyapti shu holatni o'zini. O'zi mana bu nervlar xuddi boyagi nimaga o'xshab kenguruni ko'rsatyapti, impulsni sakrab o'tkazadi bir-biridan-da. Nervlar usti ochilib qolgandan keyin xuddi boyagi nima deymiz? Mana shilli qurtga o'xshab sekin yetib boradi, qaytib kelishi ham sekin. Bunda mana bu ko'rsatyapti, nervlarda o'tish tezligi mana bu 400 km/soatga teng deyapti. Nervlar ochilib qolgandan keyin bu 4 km/soatga tushib qoladi, ya'ni 100 barobarga kamayib ketadi. Shunga o'xshagan o'zgarishlarni beradi. Endi mana bu yerda nervlarda bir-birini boyagi nimalari bor. Temir yo'llar bilsangiz, impulslarni boshqaruv markazlari bor. Aynan shu boshqaruv markazlari ham ishdan chiqadi-da. Shuning uchun masalan boshqaruv markazlari nimaga kerak? Sizda mana bu barmog'ingiz qichyapti. Qaysidir mana oyog'ingizda masalan tirnog'i og'riyapti yoki barmog'ingiz qichyapti. Siz aniq lokalizatsiyasini bilasiz. Shu yerdagi barmoq nima qilayotganini. Endi bu nervlarni usti ochilib qolgandan keyin shunaqa reliylar buzilgandan keyin sizni barmog'ingiz bittasida qanaqadir og'riq yoki qichish bo'lsa ham butun oyog'ingiz hammasi, butun tanangizda yarmi shu o'zgarishga uchraganday bo'laveradi. Masalan, barmog'ingizda boya sanchyapti, bir narsa chiq-chiq etib sanchyapti yoki shu yeringizga sovuq tegdi. Siz uni endi boyagi narsalar usti ochilib qolgandan keyin boyagi bir-biriga o'tkazuvchanlik reliy mexanizmlar buzilgandan keyin butun tanangiz bo'ylab sezasiz. Tushundingizmi farqini? Ya'ni boyagi kichkinagina narsani ham katta qilib bosh miyaga yetib keladi informatsiyalari. Shuning uchun bularda endi pulmonopatiyada ham, vitamin yetishmovchiligida ham asosan tinch vaqtda kechasiga boyagi qaqshagan og'riqlar, kuyishgan og'riqlar, shunga o'xshagan o'zgarishlar beradi. Xo'sh, ikkalasida ham masalan shu uchalasida ham shu nimalar falajliklar holati kuzatilishi mumkin. Bir-biridan farqli tomonlari mana shular. Bittasida og'riqli bo'ladi, ikkinchisida og'riqsiz. Bittasida sezgi o'zgarishi bilan, ikkinchisida sezgi o'zgarishsiz. Shunga o'xshagan holatlar kuzatiladi. Endi og'riqning o'zi haqida hozir qisqacha to'xtalib o'tay. Og'riq bizlarga bu signal, ya'ni informatsiya. Mana shu yeringda mana shu o'zgarish bo'lyapti degan Alloh tomonidan yaratilgan bir nima deydi? Sezgi. Har qanaqa kasallik, og'riqsiz kechayotgan kasallik doim xavfli bo'ladi. Og'riq bilan kechayotgan kasallik organizm unga reaksiya bildiryapti. Organizmga u signal miyaga yetkazib beryapti. Unga qarshi nimadir qilaman deyapti-da. Og'riq bilan kechayotgan kasallik shuning uchun yaxshi. Masalan, og'riq desa ko'pchilik aytadi, og'riqdan bezor bo'ldim, og'riq jonimga tegdi deydi-ku. Yo'q, og'riq bo'lganda organizmda reaksiyasi bor, unga qarshi javobi bor. Og'riqsiz kechadigan kasalliklarda unga qarshi organizmda hech qanaqa javob reaksiyasi yo'q. Ya'ni buni tiklayman deb qanaqadir bir kurash mexanizmlari yo'q bo'ladi. Shunisi bilan bir-biridan farq qiladi. Shuning uchun masalan, mana bu bas kasalliklari rivojlanib borgan sayin bular shu nogironlikka sababchi bo'ladi, yotib qolishiga, masalan, to'shakda qolib ketishiga sababchi bo'ladigan kasallik, lekin hech qanaqa og'riq bezovta qilmaydi. Xo'sh, bu kasalliklar haqida qo'ldan kelgancha bir-biriga nisbatan qanday kechadi, shularni tushuntirib berishga harakat qildim. Xo'sh, endi masalan bas kasalligida davosi qanday bo'ladi? Bas kasalligi hozirgacha masalan aniq davo mexanizmlari ishlab chiqilmagan. Men bu narsa masalan davolab beradi degan hech qanaqa bir standartni dorisi yo'q. Holatni yaxshilash uchun hozirgi vaqtda chiqqan preparatlar ichida masalan idaviron preparati bor. Kisavron degan Ukraina chiqaryapti. O'zi idaviron, idaravon bu Yaponiyada ishlab chiqariladigan
preparat hisoblanadi. Bizlarda O'zbekistonda bori mana Kisavron hisoblanadi. Kisavronda endi bu bosh miyani surunkali ishemiyasida ham ishlatamiz, insultdan keyingi holatlarda ham ishlatamiz. Kisavron juda yaxshi preparat. Endi narxi demasangiz juda yaxshi. Narxi shu 170-180 ming bir ampulasi. Shu 150 mingdan boshlanadi. Shu preparat standartlarga kiritilgan. Bu bas kasalligini davolashda. Sababi nerv oziqlanishini yaxshilaydi, trofikasini yaxshilaydi, nerv strukturalarini tiklanishiga yordam beradi. Mana bu nervlarning o'lib ketishini oldini olishga yaxshi yordam bergani uchun shu preparat standartlar davolash standartiga kiritilgan. Endi bir ampulada 20 ml bo'ladi, 200 ml fezrastor bilan kapelni qilinadi. 10 kun davomida qilish kerak bo'ladi. Endi ikkinchi preparatimiz bu ham standartlarga kiritilgan. O'zbekistonda bori Riluzol degan preparat bor. Riluzol preparati ham asosiy ta'sir mexanizmi shu basta motoneyronlari zararlanishini oldini olishga qaratilgan. Bu tabletka ko'rinishida chiqariladi. Endi buni dozasi bemorning holatidan kelib chiqib belgilanadi. Masalan, kimgadir 4 dan birini 2 mahal, kimgadir 4 dan birini 3 mahal, undan keyin ko'tarilgan dozasi yarim tabletkadan 2 mahal, 1 tabletkadan 2 mahal. Shunday qilib kasal uchun individualniy, ya'ni qaysi doza bu bemorning holatini yaxshilayapti, qaysi doza bu bemorga og'irlik qilmayapti. Shu doza podbor qilinadi, ya'ni tanlanadi. Tanlangandan keyin shu o'ziga individualniy kerakli doza tavsiya qilinadi. Masalan, 1 tabletkadan 3 mahal ham ichish mumkin kimdir yoki kimdir 4 dan birini 3 mahal ichishi ham mumkin. Shunday bu individualniy tanlanadi. Qaysi doza bemorga tushayotgani tanlanib, shu holatda shu dori beriladi, tavsiya qilinadi. Asosiy preparatlari mana shu ikkita. Endi bu yerda periferik nervlar zararlangandan keyin bitta holat kuzatiladi. Periferik nervlar zararlanganda organizm unga qarab kutib turmaydi hech qachonda. Periferik nervlar zararlanganda organizm kutib turmaydi. Unga qarshi o'zi qanaqadir chora ko'rishga tushadi. Ya'ni mana bu nervlar zararlangandan keyin, miyelin obolochka zararlangandan keyin zararlangan sohani endi organizm masalan biror joyi kesilib ketdi, yara bo'ldi. Nima qiladi? Organizm uni tezroq tuzatish kerak, terini butunligini saqlash kerak, regeneratsiya qilib tiklash kerak-da organizm. Immun tizimimiz shu vazifasi. Endi bu yerda nervlar zararlangandan keyin immun tizimimiz o'z-o'zidan aktivlashadidagini, boradidagini tekshiradi. Ya'ni reviziyadan o'tkazadi. Bu yerda glandiy kompleks gistosamistemi deydi, shunday klitkalar bor. Reviziyadan o'tkazadidagini qaysini tiklab bo'ladi, qaysini tiklab bo'lmaydi. Shuni belgilab ketadi. Endi tiklab bo'lmaydiganiga qarshi immun tizimimiz ishlayotganini uni butunlay hammasini parchalab yo'qotib yuboradi. Tiklab bo'ladiganini organizmimiz tiklashga harakat qiladi. Shu natijasida endi masalan 10 ta, 20 ta, 30 ta, 50 ta klitka zararlangan bo'lsa, boya immun tizimimiz buni qaysini sarak puchagini ajratadiganini shunga qarshi o'zini chorasini ko'rib boshlaydi. Endi boyagi zararlanish hujayralari ko'p bo'ladigan bo'lsa, mana bu miyelin obolochka yo'q, organizmimiz uchun bu o'zi yo'qotish kerak bo'lgan boyagi klitkalar hisoblanyapti. Shu vaqtda immun tizimimiz aktivlashadidagini endi boyagini maksimalni parchalashga tushadi. Salgina zararlangandan keyin baribir yo'qotishga tushadi. Buni aytishimdan maqsad, agar autoimmuniy mexanizm qo'shilib zararlanish bo'layotgan bo'lsa, bu yerda albatta prednizolon gormon tavsiya qilish kerak bo'ladi. Ilgaridan eskidan standartlarda shu narsa kiritilgan. Sababi nervni boyagi autoimmun mexanizm qanchalik ko'p zararlayversa, siz riluzol berasizmi, kisavron berasizmi yoki boshqa narsa berasizmi, uni farqi yo'q. Yana davom etib ketaveradi boyagini nima qilishga, yo'qotishga. Shuning uchun prednizolonni qiladigan vazifasi immun tizimimizga aytadi, mana bu o'zimizniki, buni yo'qotma, buni parchalama, bunga teginma degan narsani komandani beradigan dori bu prednizolon hisoblanadi. Autoimmun mexanizmni to'xtatib turadi. Maqsad shu, autoimmun mexanizmni to'xtatib olish, undan keyin boyagini tiklash imkoniyatlarini ko'rish kerak bo'ladi. Endi vitamin B12 yetishmovchilik holati kuzatildi. Masalan, funikulyarni miyeloz dedik, shu holat kuzatildi. Bu yerda endi kuchli og'riq, paresteziyalar borligi uchun pregabalin, gabapentin, gabanerv degan maxsus retsept bilan beriladigan dorilarni tavsiya qilamiz birinchi o'rinda. Chunki bular boyagi og'riq hisobiga, uyish hisobiga, oyoqda doimiy kuyish hisobiga kecha-kunduz uxlamaydi.
Uxlamagandan keyin stressni o'zi ham boyagi narsani kuchayishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun birinchi o'rinda tavsiya qilinadigan maxsus retsept bilan berilayotgan preparatlar bor. Pregabalin, gabapentin, gabanerflar bor. Shularni tavsiya qilamiz. Bir mahal yoki 2 mahalga tavsiya qilamiz. Undan keyingi narsa vitamin B12 yetishmovchiligi bo'layotganiga podozrение qilsak, unda vitamin B12 ni tekshirib ko'ramiz, qondagi miqdorini. Qondagi miqdori kamayib ketgan bo'lsa, unga vitamin B12 ni tavsiya qilamiz. Bemordagi holatga qarab, masalan, qaysi dozani tavsiya qilish. 500 ligi bor, 1000 ligi bor, 1,5 mingligi bor. Shundan bittasini tavsiya qilamiz. 500 ligi, 1000 ligi shunday dozalardan qaysini bu bemorga to'g'ri tutsa, shuni bittasini tavsiya qilamiz. Undan keyin vitamin 12 yetishmovchiligiga nima sabab bo'lyapti? Oshqozonda yara bormi, atrofik gastrit bormi yoki boshqa sabab bo'lyaptimi, kuchli dieta qilyaptimi? Shu sababni bartaraf etish kerak bo'ladi. Birlamchi sababini bartaraf etishlik kerak bo'ladi. Birlamchi sababini bartaraf etganimizdan keyin boya kasl omili qo'shilib vitamin 12 ni aktivlashtirib so'rib boshlasa, undan keyin inyeksionni formani to'xtatsa bo'ladi. Ya'ni ukol formasini to'xtatsa bo'ladi. Vitamin 12 vitaminlar yetishmovchiligini bitta sababi, masalan, ko'p bo'layotgan sababi bu bariatrik xirurgiyadan keyin bo'ladi. Ya'ni oshqozonni rezeksiya qilib, oshqozonni masalan bariatrik xirurgiyasida kichkinalashtirib qo'ygandan keyin boya vitaminlar aktivlashishi keskin pasayib ketadi. Shuning orqasidan bular ham polineuropatiya, paresteziyalarga sababchi bo'ladi. Unday holat bo'layotgan bo'lsa, uzoq vaqt vitamin 12 ni inyeksiyon olib yurishlik kerak bo'ladi. Endi tabletkaga o'tkazdik. Masalan, oshqozondagi faktorlar hammasini to'g'riladik-da, vitamin dozasi yaxshi bo'lgandan keyin tabletkaga o'tkazdik. Tabletkada ham uzoq vaqt masalan ichgandan keyin endi vitamin 12 ga boy ovqatlarni iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. Eng ko'p bu tuxumda bor. Ya'ni oddiy tovuq tuxumida vitamin 12 yetarli miqdorda bor. Go'sht mahsulotlarida bor, baliq mahsulotlarida bor, jigarda bor, sirda bor. Shulardan ko'proq yeyishlikni tavsiya qilamiz. Bu vitamin 12 bilan bog'liq holat. Masalan, og'irroq holatlar keladigan bo'lsa, ularga Dimaton T degan dori bor, shuni quyishlikni tavsiya qilamiz. U yerda vitaminlarning dozasi katta, ular ham juda ko'pincha yaxshi effekt beradi. Yaxshi effekt berganda, masalan, 2 oy, 3 oyda buni holatini bir 50-60% ga yaxshilab berishi mumkin. Chunki buni qanaqadir 5 kun, 10 kunda hammasini muammoni hal qilib bo'lmaydi. Shu narsani ham birdan aytib o'tay. Shunday holatlar kuzatiladi. Xo'sh, endi vitamin B12 bo'yicha nimani aytdim? Endi polineuropatiya. Polineuropatiyada ham buni sabablari turlicha bo'ladi. Endi polineuropatiyada ham shu holatlar kuzatiladi. Polineuropatiyani birlamchi sabablarini yo'qotish kerak bo'ladi. Masalan, qandli diabet bo'layotgan bo'lsa, endokrinolog tomonidan ko'riladi, endokrinolog tomonidan davolanadi, qondagi qand miqdori korreksiya qilib to'g'rilanadi. Plus ularga masalan shu vitamin gruppalar, mikroelementlar kerakli preparatlar beriladi. Yoki bo'lmasa ich qotish, qabziyat bo'layotgan bo'lsa, u ham gastroenterolog bilan birga ko'riladi. Agar zob bo'layotgan bo'lsa, men bu nimalarda zob kasalligi ham ko'p. Unday holatda ham shu endokrinolog bilan birga kasal olib boriladi. Jigarlarda muammo bo'lsa, u ham gastroenterolog, terapevt bilan birga olib boriladi bu kasalliklarning hammasi. Bizlarda nerv tomonidan endi asosan simptomatik davo choralari ko'riladi. Simptomatik degani masalan oyoqlarim kechasi bilan muzlaydi, qaqshaydi deydigan bo'lsa, u yerda karbamazepin tavsiya qilamiz. Uyqusini yaxshilash uchun. Stressni ko'paytirib, stressni o'zi ham yana ham ahvolni og'irlashtirmaslik uchun. Agar qon aylanishi buzilishi bo'layotgan bo'lsa, Trintal, Illizin yoki Pentaxifilin preparatlarini tavsiya qilamiz. Olishni bemorning holatiga qarab. Agar bularda qo'shimcha masalan asablari buzilib qolgan bo'lsa, asablarga Sanonorman, Naturaset shu asabning holatiga qarab tavsiyalar beramiz. Polineuropatiyaniki ham shu boyagi ham og'riq, ham kuchsizlik bo'ladi. Asosiy kasallikni agar bartaraf etadigan bo'lsak, polineuropatiyalar qaytadan tiklanib, hammasi joy-joyiga tushib ketadi. Faqat endi masalan og'ir bosqichlarga, dekompensatsiya fazalariga o'tib ketib, polineuropatiya og'irlashib ketgan bo'ladigan bo'lsa, masalan, u orqaga qaytmas jarayonlar boshlanib ketgan bo'lishi mumkin bo'ladi.
masalan bir 6 oy, 1 yil yoki bir yaqinda boshlanib, yaqinda bu narsa rivojlanayotgan bo'lsa, ularda to'g'ri davolansa, hammasi joy-joyiga tushib ketadi. Hech qanaqa bu yerda muammo qolmaydi. Bu yerda asosiy eng qiyin narsa bu bas hisoblanadi. Boya aytganimdek, bas bu og'riqsiz kechadi, sezgur o'zgarishsiz kechadi. Borgan sayin rivojlanib borib, nogironlikka olib kelib qo'yadi. Shuning uchun bu yerda endi asosiy mexanizmda boya aytganday bo'lgani uchun bu nisbatan og'irroq kechadi. Endi vitamin yetishmovchiligi bo'layotgan bo'lsa ham, boya aytganimdek, agar nervlarda zararlanish ko'p bo'lsa, oyoqda falajlik bo'layotgan bo'lsa, mushaklarda atrofiya holati kuzatilayotgan bo'lsa, bu yerda ham birlamchi ko'riladigan chora bu autoimmun mexanizmni to'xtatish. Ya'ni gormonlarni berish kerak bo'ladi. Bu umumiy boyagi ilmiy adabiyotlarda bor tavsiyalar. Masalan, men hech qayerda o'qimasdan o'zimcha buni aytib ketayotgan joyim yo'q. Shu gormonlarni ma'lum vaqtga berish kerak bo'ladi. Ya'ni autoimmun mexanizm to'xtagandan keyin, boyagi nervlarni immun tizimimiz zararlamagandan keyin kerakli boya vitaminlar, mikroelementlar hammasini berganimizdan keyin bu tiklangandan keyin qobiqni usti tiklanib, mana bu terini butunligi tiklangandan keyin organizm bunga qarshi kurashmaydi. Kurashmagani uchun o'sha prednizolon gormoni kerak bo'lmaydi. Lekin boshlang'ich to'g'rida agar masalan boya aytgandek atrofiyalar hamma narsa barobar kechayotgan bo'lsa, boyagi kechasi bilan uxlamayotgan, kuyishgan og'riqlar bo'layotgan bo'lsa, hali ularga gormon kerak bo'ladi. Bu bir-biridan mana shular bilan davolanishda farqlari bo'ladi. Endi bular bo'yicha qanaqadir savollar bo'lsa, tushunmovchilik vaziyatlar bo'lsa, savollarni izohlarda qoldirishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha to'ldirib berishga harakat qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'lasizlar.